Diqqat ota-onalarga xushxabar. O'zbekistonda endi bunday oilalarga 2 barobarga oshirildi. Barcha fuqarolar xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi O'zbekistonda qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qigan talaba qizlariga maxsus stipendiya to'lanadi. Bu haqida 8-may kuni qabul qilingan kambag'al oilalarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmonida so'z boradi. 1-iyundan boshlab qizil toifaga kiritilgan oilalarning a'lo baholarga o'qigan talaba qizlariga bazaviy stipendiyaning 2 baravari miqdorida 1,35 million so'm maxsus stipendiya to'lanadi, deyiladi xabarda.